Bugun men 24 soat Cristiano Ronaldodek yashab ko'raman. Unga o'xshab ovqatlanib, unga o'xshab trenirovkalar qilib, unga o'xshab uxlab. Men o'ylaymanki, bu video sizlarga qiziq bo'ladi. Qanunda ketdi 24 soat Cristiano Ronaldo bo'lishiga. Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Akbar YouTube kanaliga xush kelibsiz. Uji videoni obloshkasi bilan sarlavhasidan tushundinglar. Ya'ni bunaqa yotganimga hayron qolmanglar. Bu videoda men 24 soat davomida Cristiano Ronaldo hayotida yashab ko'raman. Bu videoda men xuddi Ronaldoga o'xshab ovqatlanib, Ronaldoga o'xshab trenirovkalar qilib, Ronaldoga o'xshab uxlab, xudo xolisi bu video qiziqarli bo'ladigan umiddaman. Bu rubrika menga o'zimga juda qiziq bo'ldi, o'shaning uchun bu rubrikani olib ko'ramiz. Ronaldo har doim o'zi yoki 7 yoki 8 uyg'onadi. Men hozir 8 da uyg'ondim. Ronaldo turgandan keyin, uyg'onganidan keyin birinchi qiladigan ishi u borib birinchi bo'lib dush qabul qiladi. Men ham hozir dush qabul qilib chiqib, keyin videoni davom ettiramiz. Down that road again, it's all the same. I'm always ready to take a life again. You know I'll ride again, it's all the same. Tell me who's gonna save me from myself when this life is all I know. Tell me who's gonna save me from this. Va nihoyat o'rtoqlar, mana bizning nonushtamız ham tayyor bo'ldi. Ronaldo ertalab bilasiz, ertalab uyqudan turadi, dush qabul qiladi. Undan keyin Ronaldo og'ir ovqat yemaydi hech qachon. Og'ir ovqat esa trenirovkasiga xalaqit beradi. Ronaldo har doim ko'rishingiz mumkin, mana ijtimoiy tarmoqlarda Ronaldo haqida gapirib chiqishgan. Ronaldo har doim ertalab dush qabul qilgandan keyin nonushtaga oddiy meva yeydi. U ko'pincha har doim har kuni ertalab nonushtada banan yeydi va olmani u olma emas, qanaqadir avokado mevasini yerkan. Bizlar avokado yo'qligi uchun prosta men o'zim yoqtirgan mevalarni to'g'rab oldim. Yoqtirgan mevalarni to'g'rab oldim. Har doim ham Ronaldo ekanini qidirmayman, to'g'rimi? Ronaldo qanaqa meva yesa mana bu yurmayman. O'shaning uchun o'rtoqlar, mana banan bilan olma va men bitta Ronaldo har doim ertalab yogurt yoki qanaqadir protein ichadi. Men ertalab mana uncha shirin bo'lmagan yogurt qildim. Ronaldo uncha shakar yoqtirmaydi, bilsanglar. Mana men hozir uncha shirin bo'lmagan, kefirga shakar qo'shilgan yogurt qildim va men bitta meva va ertalab Ronaldo non bilan ichida avokado, kolbasa yeydi. Men avokadoni umuman yoqtirmayman. Avokado bor, avokado ko'chalardagi magazinlarda topsam bo'ladi. Avokado men yeb ko'rganman, umuman yoqmaydi menga. O'shaning uchun sir bilan yesam ham bo'lardi. Men sir ham yoqtirmayman. O'shaning uchun prosta tak non bilan kolbasani o'zini yeyveramiz. Bo'lmasa bizning nonushtamız tayyor. Cristiano Ronaldo Akbar etdi. Demak, har doim ham Cristiano Ronaldoni men yesa o'shani yurmasligi kerak. Birov tomdan tashlasa, sizlar ham tashlavermaysiz, aytaverim. Bo'lmasa ham yeb olamiz buni nonushtalarni. Va yana bitta narsa aytishim kerak. Ronaldo ertalab nonushta qilayotganda, o'z vaqtida nonushta emas, obed, ujin qilayotgan paytda ham ovqatlanayotganda Ronaldo hech qachon oldida ortiqcha narsa hech nima bo'lish kerak emas. Faqat ovqat bo'lish kerak. Bor e'tiborni ovqatga qaratadi. Bizga o'xshab telefon o'ynamaydi. Telefonga qarab, misol uchun biz hozir Toshkentdagilar hammasi telefon ko'rib, hozirgi zamon bolalari hammasi telefon ko'rib ovqatlanadi. Ronaldo hech qachon oldida hech qanaqa narsa ko'rib yemaydi, qanaqadir video yoki nimadir o'yin o'ynab yemaydi, qanaqadir video ko'rib yemaydi ovqat. Bor e'tiborni ovqatga qaratadi. Shuning uchun men telefon ko'rib yeyman. Va nihoyat zavtrak qilib oldim. Endi mana shu yogurt ichib qo'ysam bo'ldi oxirigacha. Va buni men shanaqa montaj qilib o'tirmayman. Bitta perxot orqali sizlar uje keyingi kadrni ko'rayotgan bo'lasiz. Videoni davomini ko'rayotgan bo'lasiz. Ishonmaysam 1 2 3. Ushima ovqatlanib oldim. Ana endi yana bitta perxotdan keyin uje biza trenirovkada paydo bo'lamiz. Ya'ni Cristiano Ronaldoni trenirovka poliyalarda qiladi. Biz ham hozir bitta poliyaga borib trenirovka qilamiz. Bo'lmasam bitta perxotdan keyin biz trenirovkada paydo bo'lamiz. O'rtoqlar, короче, men poliyaga keldim. Mana trenirovka qilishga bitta o'zim emasman, bitta vrachga tanib kelib qoldi, bu yoqqa ketdim.
aka. Isming nima? Mo'minjon. Mo'minjon. Necha yoshsan? Yetti. Mana qayerda ko'rgansan? Mana chani kelib qolding-ku yugurib akbar aytdi. Gapir, qayerda ko'rgansan meni? YouTube'da siz obunachiysizmi? Obunachimsan? Isming nima bo'pti? Isming nima? Anaqam nima? Voy yugurib keldi-ku, mana polga kirsam. Voy akbar aytdi, sizlar Sardor aytdi videolarda ko'rganman deb. Isming nima bo'pti? Akbar aytdi. Shuni taniysanmi? Ha? Kimni videolarda ko'rgansan? Qizlar bilan video olganingiz ko'ring. Qizlar bilan videoga ham ko'rgansan? Qayerda ko'rgansan sen uni? Qizlar bilan men sizlarning yosh lekin to'g'ri kelmaydi. Men qizlar bilan olgan videolarni hammasini TikTokka qo'yamanmi? Bo'pti, xullas o'rtoqlar bu bolacha hayajonlanyapti, meni ko'rib uyalib ketdi. Xullas bu bola menga bugun video olishda yordam beradi. Mayli, ukam qaydamaylik, bolani ko'nglini sindirmaymiz. Bo'lmasam videoni Cristiano Ronaldoning hayotida trenirovka qilamiz xullas. Bola menga gap berib turib, tez erkmasin. Formaga alohida Hamidga yozib ketinglar. Forma просто plus hour. Hozir 10 ta janglar qilsam kanalga obuna bo'lasiz. 10 ta janglar qilsam kanalga obuna bo'lasiz. Jo, 11 ta janglar qildim, endi kanalga obuna bo'lib qo'ying. Ana endi shtrafnoydan perikladiniga chiqarib. Sen yolg'izmassan, orzuing bor seni. Nima, Ronaldoning qilishim kerak. Просто пересавр bittaga bitta hech qanaqa boshqadan kadr olingani, bittaga bitta shtangaga tekkizaman, perikladiniga dedim. Bittada tekkizdim. Hozir yana bitta qilib beraman. O'qitdim ham bilmayman. Mashinaning ustiga tushdi kopto. Voy, mashinaning kapotiga tushdi. Xullas, endi biz bo'ldi, trenirovkada ham qildik. Ana endi Ronaldoning avtoriteti bo'yicha ovqatlanamiz. Ketdik. Hozir biz uyda paydo bo'lib qolamiz bitta perxod bilan. Mana o'sha o'rtoqlar, endi obed vaqti ham keldi. Ronaldo ujin, obed hammasini gaplarim talkashib ketdi. Xullas o'rtoqlar, obed vaqti ham keldi. Endi biz obedda Ronaldo yeydigan pomidor va mana qaynatilgan tuxum yedi. Hozir biz ham xuddi shu ovqatni Ronaldoning tipa avtoriteti bo'yicha obedni qilib olamiz. Menga qaynatilgan tuxum uncha yoqmaydi, to'g'risi. Mayli yeb olamiz. Endi sizlarga yana bitta narsa aytishim kerak. Ronaldo trenirovka qilgandan keyin, ertalabki nonushtadan keyin trenirovka qilib bo'lgandan keyin yana bir marta obedlanadi va Ronaldo bir kunda bizlar uchun bir kunda 8 soat uzog'i 9 soat 10 soat uxlaymiz. Lekin Ronaldo bir kunda 5 marta 1,5 soatdan uxlaydi. Endi yaxshilab tushuntirib beraman. Biz masalan bir kunda 8 soat 9 soat uxlasak,
Ronaldo xuddi shu avtoritetni ko'proq qilib, sveji miyalarda trenirovka qilish uchun bir kunda 5 marta 1,5 soat vaqtdan uxlaydi. Men hozir Ronaldoni hayotida yashar ekanman. Hozir men 15 minut men ham uxlab turaman. 15 minut men ham uxlab turaman. Nomiga bo'lsa ham 15 minut uxlab turaman. Ronaldo bir kunda 5 marta uxlaydi. Misol uchun biz 8 soat 9 soat uxlasak. O'shancha hozir biz obedlarni bo'ldik, trenirovka qildik. Trenirovkadan keyin ozgina oilasi bilan gaplashib o'tiradi Ronaldo, keyin uxlaydi. Hozir biz ham bir marta uxlab olamiz. Biz ham yarim soat bo'lsa ham uxlab olamiz. O'rtoqlar, men hozir 15 minut uxlayman deb 3 soat uxlab yuboribman. Bilmadim, nomiga 15 minut uxlayman deb 3 soat uxlab yuboribman hozir. Men o'zi bunaqa paytda obedda uxlamasdim. Kechqurun vaqtliroq uxlab, ertalab vaqtliroq turib, yaxshi uyquga to'yib olib, sveji miyada men syomkalarga ketardim. Ko'pincha o'qishga emas, ko'pincha syomkalarda bo'lardim. Hozir 2 soat uxlab yuboribman. U 5 mahal qanaqa uxlaydi bilmadim. 1,5 soat uxlagandan keyin men 5 mahal emas, 10 mahal uxlab olardim. Lekin hozir 2 soat uxlab yuboribman. Endi yana hozir trenirovka qilib kelamiz, keyin ujin qilamiz. Hozir bo'lmasam bir 15 minut, 20 minut uyda Ronaldoni uy mashg'ulotlarini, trenirovkalarini qilamiz. Mana hozir uy trenirovkalarini qildik. Bugun 2 mahal trenirovka qildik. 2 mahal trenirovka qildik. Ana endi hozir borib ujin qilamiz. Ronaldo ayniqsa eng yoqtirgan ovqat mahali ujin. Kechki ovqatni Ronaldo juda ham yoqtiradi. Hozir biz ujinni qilamiz. Bo'lmasam ketdik. Mana o'sha kechki ovqat vaqti bo'ldi. Soat hozir 20:00, ya'ni 8. Ronaldo ko'pincha kechki ovqatda go'shtli mahsulot yerkan, go'shtli ovqatda yerkan. O'shaning uchun men tayyorlab o'tirman. Sochimga e'tibor bersanglar, yana bitta undan keyin dush qabul qilib chiqdim. Hozir kechki ovqatda Ronaldoning ujinga ko'pincha yeydigan ovqati go'shtli mahsulot kechasi ko'proq yerkan. O'shaning uchun men tayyorlab o'tirmadim. Tezroq bo'lishi uchun, tezroq tayyorlanishi uchun go'shtli mahsulot bu ham KFC olib keldim. Hozir bu KFCni yeb olamiz, ya'ni Ronaldoga o'xshab, bu ham go'shtli mahsulot, Ronaldo ham kechki ovqatda ujinda go'shtli mahsulot yerkan. O'shaning uchun hozir tezroq vaqtdan unumli foydalangan holda KFC olib keldim. Hozir buni yeb olamiz. Ujin ham tayyor. O'rtoqlar, pashti bugungi video o'z nihoyasiga yetdi. O'sha men bitta ko'zim qizarib qoldi. Короче, bu videoda men 24 soat davomida Cristiano Ronaldo hayotini yashadim, Ronaldodek yashadim. Xuddi unaqa ovqatlandim. 6 mahal ovqatlandim. 6 mahal endi hammasini video ola olmadim. 3 mahalmi, 4 mahal video olib videoga joyladim. Hamma ovqatlanganimni ham videoga oldirmadim. 6 mahal ovqatlandim. 2 mahal trenirovka qildim. Xuddi Ronaldodagi kunimni o'tkazdim. 24 soat davomida men Cristiano Ronaldo hayotini yashadim va o'rtoqlar, bu video pashta o'z nihoyasiga yetdi. Kommentariyaga o'tib hozirroq yozib qoldiringlar. Keyingi video qaysi mashhur odamni hayotini yashab ko'ring. O'shani kommentariyaga yozib qoldiringlar. Misol uchun, agar keyin mana shu videoda 1000 ta like bo'lsa, yo mayli 1000 ta emas, 800 ta like bo'lsa, mana shu videoda 800 ta like bo'lsa, keyingi videoda men Lionel Messi hayotida yashab ko'raman. Ya'ni 24 soat Lionel Messidek yashab ko'raman. Shuning uchun videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar o'rtoqlar va kommentariyaga yozib qoldiringlar. Messidan tashqari yana qaysi mashhur odamning hayotida yashab ko'ring. Bo'lmasam o'rtoqlar, men bu videoda 24 soat Cristiano Ronaldodek yashadim. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosinglar. O'sha tilimni to'g'anib ketdi. Xullas o'rtoqlar, bu video o'z nihoyasiga yetdi. Sog' bo'linglar, charchamanglar. Akbar aytdi.